tarixiy uchrashuv, lekin bu nomiga emas, xonim o'zgaradi. Muhit o'zgaradi, jamiyat o'zgaradi. Bu uchrashuv jamiyatimizni birlashtiradi. Ular oramizda. Ular dunyoga boshqacha qaraydi. Ularning zehni bulutlardan ham yuqori. Ular uchun chegaralar mavjud emas. Ular yurt sharafini dunyo maydonida himoya qiladi. Ular orzu qilishni boshqalarga ham o'rgatadi. Ular yalovni yurakda olib yuradi. Bilim ularning qanotidir. Ular vatanni qalb ranglari bilan yaratadi. Ular kuch bilan emas, iroda bilan g'alaba qozonadi. Ular faqat o'z uyini emas, vatanni himoya qiladi. Ular har kuni katta qadam tashlaydi. Ular orzularni osmonga uchiradi. Ular oltin avlod. Ular yonimizda.